Bank kartangiz nima sababdan ishlamay qolishi mumkin? Agar siz reyestrda bo'lmasangiz ham shu bank bilan bog'liq muammolar tufayli shu kartangiz vaqtincha qulflanib turishi mumkin. Ko'pchilik buni reyestrdan deb o'ylashadi. Avval shu reyestrdan o'zlarini tekshirmasdan xulosa qilib olishadi. Odatda birinchi navbatda shu o'zingizni reyestrdan tekshirishdan boshlashingiz kerak. Agar bu ro'yxatga kiritilmagan bo'lsangiz, demak siz kartangizga oxirgi marotaba shu qancha pul kirib chiqib ketganini nazorat qilishingiz kerak. Yoki sizga shu bironta yerdan darrov qo'ng'iroq bo'lgani, u darhol siz katta miqdorda pulni bukumga yuborib qo'ygansiz. Bank xodimlari mijoz shu qanaqadir firibgarlar qurboniga aylandi, qanaqadir tazyiq ostida pulni o'tkazib berdi yoki firibgarlar tomonidan bu kishini kartasiga pul kelib tushdi deb xulosa qilib, bank kartani vaqtincha qulflab turishadi. Bunda siz bankka murojaat qilib, shu pullar sizga tegishli ekanligi, uni siz tanishlaringizga yuborayotganligingizni aytib, og'zaki suhbatlashish bilan pullar uncha katta bo'lmasa, shu bank xodimlari bilan maslahat qilib, shu yerda o'zida kartangizga qo'yilgan cheklovni eshittirsangiz bo'ladi. Shu 1-yanvar 2026-yildan shu bank tomonidan sxema o'ylab chiqilgan YMD bilan birgalikda. Bunga alohida to'xtalib o'tmoqchi emasman. Endi qonunchilikda aytsam sizlarga doim ham tushunarli bo'lavermaydi. Shuning uchun soddaroq, oddiy tilda tushuntirib o'tishga harakat qilyapman. Video ostida men qoldirib qo'yaman. Shu aynan qanaqa operatsiyalar bo'lganda, qanday holatlarda bank kartasi qulflanishi haqida. Agar bu pullar 100 ming rubldan oshiq bo'ladigan bo'lsa yoki daromad manbaini kimga yuborayotganingizni keltirib bera olmasangiz, shu kartaga qo'yilgan cheklov turaveradi. Bunda siz rasmiy murojaat bilan IMVDga yozishingiz kerak. Murojaat qilib shu kartadagi pullarni rasmiy daromadlarni keltirib ko'rsatibgina yetishingiz mumkin bo'ladi. Agar siz ko'rsatib keltirib bera olmasangiz, katta ehtimol bilan shu kartaga qo'yilgan cheklov qolaveradi. Aksincha shu nazorat qilingan shaxslar ro'yxatiga ham kiritib qo'yilasiz katta ehtimol bilan, chunki siz mana shu daromad manbaiga ega bo'lmay turib Rossiya hududida yashab muntazam daromad olib kelyapsiz degan ma'noda. Do'stlar, sizlarda shu bank bilan bog'liq qanaqa muammolar bo'lgan bo'lsa, shu video ostida kommentariyada izohlarda qoldiringlar. Men hammasini o'qiyman va bu kommentariylarda javob qilmasam ham shu aynan sizdan kelgan savollarni to'plab turib, отдельный video murojaat bilan ma'lumot to'plab sizlarga xabarni beraman. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Keyingi yangiliklarda xabarlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.